qanaqa bekitaman? Ertaga tadbirimga qanaqa boraman? Teri muammolarini yashirishdagi eng muhim tamoyil ranglarni neytrallashtirish hisoblanadi. Qizil yallig'lanish yashil rang bilan yopiladi. Qora nuqtalar yengil matlashtirish bilan yashiriladi. Pigment dog'lar to'q sariq korrektor bilan neytrallashtiriladi. Yashil rang qizilni o'ldiradi. Asosiysi qalin qilib surtmaslik kerak. Qora nuqtani bo'yab yopib bo'lmaydi, lekin uni diqqatni tortmaydigan qilib yashirishimiz mumkin. Mat effekt qora nuqtalarning ko'rinishini 50% kamaytiradi. Pigment dog'lar eng ko'p xato qilinadigan joy. Ko'p odamlar tonal kremni ko'p surtib, uni xunuk qilib qo'yishadi. Eng ko'p qilinadigan xatolar: yashil konsilerni butun yuzga surish, qora nuqtaga qalin qoplama qilish va dog'larni ustma-ust bo'yash. Mana shu xatolardan qochilsa, teri chiroyli ko'rinadi. Teri muammosi bu nuqson emas, uni yashirish bu texnika. Texnikani bilsangiz, hamma narsani chiroyli ko'rsata olasiz. Make-up yo'nalishidagi barcha savollaringizga birgalikda javob beramiz. Siz bilan Feruza Kamilovna bo'ldi. Sahifamizdagi videolarni kuzatib boring.